g'ish quyib oila boqayotgan ayollar kelganman topganman. Hormay opa. Voy bu bolani qaranglar, oyog'iga kiyizib qo'ymabsiz, zak uradi. Oyog'iga olib berilganim yo'q edi. Bir kunda shu ayol boshingiz bilan nechta g'ish quyadi? Harakat qilsam 8 ta 9 ta quyaman. Oxirgi marta qachon to'yib ovqatlandingiz opa? O'sha Abdulloh restoran qilib berganda oxirgi marta o'shanda to'yib ovqatlangan. Bloger ukamiz yaqinda internetga qo'ygan. Xo'p, mana yozda hozir g'ish quyib tirikchiligingiz o'tyapti ekan. Qishki kunida qana sharoit bo'ladi? O'sha yozda unaqa pul olamiz, olib tirikchilik qilib unaqa qilamiz. Qishga g'amlab turasizlar. Qishga g'amlab olamiz. Oynalaringiz ham derazalari yo'q ekan. Qana bo'ladi isitish tizimi? Uni keyin qilamizda. Qishda. Ovqatlarni chetda qilasiz. Va ovqatlarni chetda qilaman, dalalarga chiqib o'tin. Yaqinda o'sha videoyingizni ko'rdim, shu o'tinlarni shu mayda bolalar terib kelishar ekan, bu. Haqiqiy ekson qilinadigan joyga kelganmiz. Siz xohlagan paytingiz ko'chaga chiqib, xohlagan narsangizni yeya olasiz. Xohlagan kiyimingizni olib kiya olasiz. Ular unaqa emas. Oila kattalarining hammalari kasal. Otalarining asmalari bor. Onalari 2-3 metr nariyog'ini ko'zlari ko'rmaydi. Katta qizlarini sudurgisi bor. Abdullo to'g'risi bunaqa bolajonlarni, bunaqa sharoitda yashayotgan insonlarni birinchi marta ko'rib turibdi. Haqiqiy joyiga, haqiqiy manziliga tushibsiz uka. Inshaalloh Alloh xayr qilsin aka. Xudo xolasa bu oila biz blogerlardan umid qilyapti aka. Xudo xolasa biz sabab yana bitta oilaga xursandchilik kiritsa, yaxshi yashashligiga, yaxshi yeyishligiga, yaxshi kiyinishligiga sharoit qilib bersa, Xudo xolasa bu insonlar to umrining oxirigacha duo qilib o'tishadi aka. Xudo xolasa. Birgalikda birlashsa bu oilani xursand qilamiz. Hozir yoningizda yelka-yelka turish uchun keldik. Imkon qadar xalqimizdan iltimos qilib qolamiz. Qo'llaringdan kelganicha shu bolajonlar uchun, shu oilani oyoqqa turib ketish uchun o'z hissalaringni qo'shsalaring. Abdulloh ukamiz kartalarni qo'yadilar. Ekrandagi kartalarga bemalol pul o'tkazsalaring bo'ladi. Ukamiz o'zlari kontrolini olib, otchotlarni topshirib, shu oilaga chiroyli xonadonlarni qurib topshirishni nasib qiladi inshaalloh tez kunlarda. Xudo xolasa. Videoga befarq bo'lmanglar. Ehson qilgani sharoitingiz yo'qmi? Videoga like bosing. Videomiz kengroq tarqalishiga o'z hissalaringizni qo'shinglar. Hammalaringga rahmat.